5 kunlik, haftalik, 1 oylik buzoqchalarni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga olib ketish qanday bo'ladi tartibi? O'zi olib ketsa bo'ladimi? Simmental, Golshten, Chorniy Pyostri xonajin bo'ladimi yo buqalar bo'ladimi? Kichkina 1 oylik ya'ni. Olib ketsa bo'ladimi? Bugun shularga javob berib o'taman. Bugun ham uydaman. Bugun ham pogodani 5 desa bo'lib turibdi. 28 gradus ko'cha sovuq. Soat millarimiz 4 dan o'tdi. Hozir bir yarim soatga klient ham keladi. Mol gaplashgani Kazandan. Boya birisi kelib ketdi, Rossiyada mol boqaman deb. Inshaalloh niyatlarga yetkazsin. Men sizlarga gapirib bermoqchiman. 1 oylik buzoqchalar Rossiyada qancha? Simmental, Angus, Mickey Mouse, Grifford paka. Golshten narxini keyin gaplashamiz. Tak, 1 oylik baribir 5 kunlik ham 1 oylikka kiradi. 2 kunlik ham 1 oylikka kiradi. Tak, baribir tug'ildi hisobida, короче. 20 mingdan 25 minggacha bo'lyapti hozir. Parodniy mol. 20 mingdan 25 minggacha. 20 mingdan arzoniga chiqmayapti hali. Golshtenlar bor. Chorniy Pyostri bor. 1 oylik eminda. Xo'p, biz 20 mingga oldik. O'zbekiston, Tojikistonga olib ketish qanchaga tushadi? Agar siz 20 minglik buzoq olsangiz, birinchidan hozirgi vaqtda, hozirgi ob-havoda, hozirgi qilinayotgan dokument bo'yicha na parom orqali ya'ni ili Qirg'izistonga pryamoy gaplashadigan bo'lsak, bir dona buzoqchaga rasxodi 30 mingdan 40 minggacha rasxod bor. 30 ming rubldan 40 ming rublgacha. Даже 45 ming ham deb o'tirmayman. Qirg'izistonga Tamojiy Soyuzga ozgina arzonroq dokument, chem nima emas, 30 ming emas, 25 ming emas, sal arzonroq. O'zbekistonga qaraqa bo'ladi. Pryamoy qilmoqchi bo'lsak, pryamoy O'zbekistonga hozircha karantin bilan dokumentimiz shu karantin plashatkani aytgan narxi. Paka men u narxni aytib bilmayman to'g'risi. Sababi har kun o'zgarib turibdi. Plashatkada 21 kun karantin bilan. Karantin davridagi turish joyi besplatniy, karantin davridagi boqadigan xarajatlaringiz sizni kisangizdan bo'ladi. Ya'ni siz to'laysiz uni. U yerda sizga karantinda turgani uchun yem-xashak berishmaydi. O'zingiz sotib olib berasiz mollaringizga. Например, ularga 1 oylik molga birinchidan sut berish kerak. O'zining temperaturasini saqlab 38 gradusdan past bo'lmasligi kerak temperatura. Bo'lmasa ichkari qurtlaydi. Sut bilan boqish kerak. Misol qanchadir foiz sut, qanchadir foiz suxoy moloko aralashtirib bersangiz bo'ladi. Lekin yangi tug'ilgan buzoqchalar suxoy molokoni o'zini ichishmaydi. Shuni diqqat bilan eshitinglar. Yangi tug'ilgan buzoqcha suxoy molokoni o'zini ichmaydi. Ma'lum bir oydan keyin ichadi ular. Balkim 1, balkim 1,5, lekin yangi tug'ilganga обязательно ona suti berilishi shart. Tak, dokument aytyapmiz. Mashina qancha ortiladi misol? Kichkina buzoqcha-ku 100 ta ortsak bo'ladimi? Juda ham ko'p savollar. Yo'q, aka-ukalarim 100 ta ortish imkoni yo'q umuman. 60 ta, 75 ta. Qizim kelib Rossiya xalaq berdi. 75 ta maksimum, 60 ta yurib turgan kolичество bo'ladi. Ya'ni ko'p olib ketishga iloji yo'q. Rastomoshka narxlari tonnaga qarab chiqadi. Ya'ni siz 60 ta mol ortsangiz, 60 ta molni 100 kilogramdan bo'lganda ham 6 tonna bo'ladi. Minimum menimcha 15 million bo'lishi kerak. Minimum. Balki bundan ham pastdir. Bu taxminiy narxlar. Biz sizga Rossiyada bir uy olib yoki yer olib, shu aprel-may oyidan boshlab to noyabrgacha bu buzoqchalarni sutda ham, ko'k o'tda ham boqib katta qilishni tavsiya beramiz. Lekin juda ham injiq bo'ladi. Sut temperaturada berishingiz kerak bo'ladi. Suxoy moloko ko'proq berib bersangiz, ichi o'tib ketadi. Chem o'lish ehtimollari juda katta. Shuning uchun ham biz O'zbekistonga unaqa zakaz olmaymiz tanapana, lekin juda ko'p zakaz buzoqchaga. 500 ta, 600 ta buzoqcha olaman deganlar bor bo'lishi kerak bo'lsa, lekin hozirgi kunda paron orqali 7 kundan 8 kun o'rtalig'ida, 7 kun 8 kun o'rtalig'ida borayotgan mollar u buzoqchalar chidamaydi. Даже 70% o'lib 30% borishi mumkin. U odamga shuncha pul tikib 70% ni o'ltirib 30% qolsa, nima interes, nima qizig'i bor uni? Iloji boricha hammasi o'lmay yuborish kerak. Shuning uchun biz katta mollar tavsiya qilamiz. Iloji boricha 350-400 kilogramm olib keting parondan deb. Paronda tanasi yaxshi mollar qoladi. Paronni kutish vaqti, ovqatlanish, suv, muammoda. Paronga mingan payti. Shuning uchun paron masalasi sal qiyinroq. Obishniy yo'l. Obishniy yo'lda xohlagan payti sug'orasiz, xohlagan payti o't berasiz. Obishniy yo'l baribir har tomonlama yaxshi deb bilaman.
Kimga qanaqa savollari bo'lsa kommentda berishi mumkin. Bugun qisqacha video bo'ldi. Ja unaqa 15-20 minut emas. Iloji boricha shu 1 oydan 3 oygacha bo'lgan buzoqchalarni 3 oydan o'tkazib, 4-5-oyda olib ketishni tavsiya beramiz. Bizdan addushi tavsiya shu. Narxlari ko'ringlar. Yana ko'rib borasizlar Telegram kanalimizda. Telegram kanal silkasi kommentariyada yo описаниеda bir bo'lsanglar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Manfaatli, foydali bo'ladi inshaalloh Xudo xolasa. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Video davomida bugungi chiqargan variantimizni ko'rib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 200-300 dollarga buzoqcha beradimi? Bunaqangi narx hech qayerda yo'q. Limuzin Simental Angus topdim, faqat 5 kunlik. Endi tug'ilgan, даже 1 oylik emas. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga qanday olib ketsam bo'ladi? Bugun shu savollarga javob topamiz. Videoga bir like bosib, bu videoni 10 milliondan 15 milliongacha menga chiroyli bir buzoq kerak O'zbekistonda 10 ta 20 ta olib qo'ymoqchiman deb birga tanishlaringizga yuborib qo'ying. Manfaatli, foydali video bo'lsin. Like bosib qo'ying. 20 ming rubldan 25 ming rublgacha bo'lgan Simental Limuzin Angus buzoqchalar. Originallari, shoxsiz variantlari. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga qanday olib ketamiz? Juda ham ko'p berilayotgan savol. Har kun 20 ta 30 ta telefon keladi. Buzoqcha olib ketsak bo'ladimi deb. Hozirgi kunda Rossiyada -15-20, Qozog'istonda -15-20, 30 gradusgacha minus bo'layotgan joyda siz 38 darajada sut berish ehtimolingiz umuman yo'q. Shuning uchun bularni may oyidan boshlab to avgust oyigacha olib ketishingiz mumkin. Ungacha faqat Rossiyani ichida boqishingizni tavsiya beramiz. Вообще так, заграница olib chiqib ketish uchun minimum 3 oylik, 4 oylik bo'lishi kerak. Ya'ni 1 kun, 2 kunlik emas. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga olib chiqib ketish uchun. Shuni eshitib qo'yinglar iltimos sizlardan. Rossiyada boqinglar iloji boricha bularda. 20 mingga olib 30 ta tashab qo'ysanglar, uyga chiroyli qilib, mesta qilib, hademay 2-3 oyga katta bo'lib qoladi xudo xolasa. O't yeyishiga uverin bo'lgandan keyin bemalol заграница olib chiqib ketishlaringiz mumkin. Juda ham arzonga tushadi. 20 ming, 25 ming rubl bularning narxi. Agar joyini topsanglar, 15 mingdan boshlanadi jigarlar. 15 ming rubldan.